Assalomu alaykum, yana bir bor. Limonada Situs Homay kanali. Bugungi mavzumiz joska obreska bo'ladi va novda turlari bo'ladi. To'liq ma'lumot beramiz. Ozgina videomiz megabayt ko'payib ketadi, lekin yaxshi tushunib olasizlar. Videomizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana umumiy daraxtimizni ko'rinishi, ya'ni limonimizni narigisi esa obreska qilingan. Kun oldin obreska qilgandik, zarslik qilgandik. Mana umumiy ko'rinishi va obreska qilinmagan limonimiz umumiy ko'rinishi. Qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Tag qismidan boshlaymiz birinchi. Operatorimizdan iltimos qilamiz, yaqinroq kelsalar. Mana bu novdalarning birontasini foydasi yo'q. Olib tashlaymiz. Sababini hozir olgandan keyin sizlarga tushuntiraman. Olganimizning birinchi sababi, mana ko'ryapsizlar, novdada tikan bor. Mana barisida tikan bor. Mana bu ikkinchi kategoriyali erkak. Bu musur, axlat. Bu yerda esa ona novdalarimiz bor. Mana bu esa ikkinchi kategoriya erkak. Buni olib tashlaymiz. Mana bu yerda esa yana ikkinchi kategoriya erkagimiz. Va yonida o'rta suv novda turibdi. Mana shu yerdan olib tashlaymiz. Buni esa 10 sm dan keyin novda barg ostidan qirqib qo'yamiz. Ya'ni gullash uchun. Mana hozir gullab turibdi bu. Va mana bu yerda ikkinchi kategoriya erkak. Va mana bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. O'g'ri, ya'ni qaroqchi novda, bizning tilda qaroqchi novda deymiz. Buni ham olib tashlaymiz. Va mana bu yerda erkak. Buni uchun olib tashlaymiz. Bu qismini mana bu yerda erkak, yonaga qarab o'sgan, olib tashlaymiz. Mana bu qismida ham esa ikkinchi kategoriya erkak. Yonida ham ikkinchi kategoriya erkak. Buni sababini o'zi aytib o'taman. Nima uchun bunda tikanli bo'lib qolgan? O'tgan yili sovuq ta'sir qilgan. Shuni evaziga tikanli bo'lib qolgan. Mana bu yerda ham polnosti ikkinchi kategoriya erkak. Isbot uchun mana tagidan qirqib ko'rsataman. Mana tikanlari bilan, mana tikanlari va kirkiraligi, ploskiligini e'tibor qilasizlar mana. Ko'rinishi uchun tozalab ko'rsataman sizlarga. Barglarni olib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin tikanlari va mana ploski. Va shu yerda o'zi o'rta suvni ko'rsataman sizlarga. Mana bu esa bizda, mana ko'ryapsizlar, dumdumaloq barglari kichkina. Hozir katta erkakni o'dan ko'rsataman. Mana solishtirsangizlar, ikkalasini novdasini, mana bizda o'rta suv mana shu, mana novdasi. Bunga nisbatan kichkina va yashirroq va orasi yaqinroq. Bunda esa orasi 12 sm tashkil qiladi. Mana bu ham ikkinchi kategoriya erkak. Olib tashlaymiz. Mana bu esa o'g'ri kaltak. Mana vertikalni 90 gradus to'sadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham olib tashlaymiz. Va mana bu yerda erkak novda. Mana 10 sm qoldiramiz. Bu yerda esa mana buni qo'shkaldi deydi. Kichkinasini saqlaymiz. Va mana bu novdani o'shani tagidan vertikalni kesamiz. Mana kesib qo'ydik vertikalni. Va mana bu qismida esa o'tgan yil erkak bo'lgan va e'tibor qilinmagan mana bu yerda qo'shkaldi bu. Buni qaysini saqlaymiz degan savol baribir sizlarda tug'iladi. Bu ichkariga qarab ketgani uchun mana buni olib tashlaymiz. Mana olib tashladik. Va mana bu yerda erkak novda turibdi. Buni qoldiramiz. Va mana bu yerda erkak, ikkinchi kategoriya erkak turibdi. Buni olib tashlaymiz.
vertikalni novda ostidan qirqamiz. Mana bu yerda esa o'tgan yilki o'rta suv novda turibdi va o'zidan ko'ramizki birorta ham yo ona novda yo o'rta suv bermagan. Bu ham erkak, bu ham erkak, bu ham erkak va shu yerda 3 ta ikkinchi kategoriyali novda bergan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uchalasi ham ikkinchi kategoriyali erkak novda hisoblanadi. Bularni olib tashlaymiz va novda ostidan vertikalni qirqib tashlaymiz. Hech qachon obreska qilganingizda mana buni novda ostidan qirqmasdan mana sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa holatda hech qachon qoldirmaysizlar. Chunki bu qurib keladi. Qurib kelgandan keyin bu qurishda davom etadi va limonni qurishiga olib keladi. Mana buni hech qachon qoldirmaysizlar. Har qachon qirqqan paytlaringizda mana bargdan vertikalni bargga tegirib mana bu qiyiladi mana. Chunki mana shu yerdan bitib bu yoq novdani zarar bermaydi bu. Bu yerda ona novda. Mana bu yerda o'tgan yil qolib ketgan o'g'ri kaltak olib tashlaymiz. Bu yerda esa erkak qoldiramiz. Mana bu yerda esa ikkinchi kategoriya erkak novda. Uni tagidan olib tashlaymiz. Bizga kerak emas. Mana bu yerda ham ikkinchi kategoriya erkak olib tashlaymiz. Va mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. O'tgan yilkidan qolgan mana bu yerda mana bo'g'ini ajratgan. Boshlansa esa mana bu yerdan boshlangan. Buni mana shu yerdan vertikalni 25 sm kesib qo'yamiz. Chunki keyingi yilga bu yuqoriga qarab o'sadi. Bundan hosil beradi. Mana bu yerda esa ko'p yillik ona novdamiz turibdi. Ona novdani ham shu usulda qoldiramiz. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin 1 yillik ona novda o'zidan gullab turibdi. Buni qoldiramiz. Hech qanaqa tegirmaymiz unga. Va mana bu yerda ikkinchi kategoriya erkak bor. Buni olib tashlaymiz. Bu yerda ham ikkinchi kategoriya erkak. Bunchalik ikkinchi kategoriya erkak nimaga ko'payib ketdi deganlari savollaringizga o'tgan yil unga sovuq ta'sir qilgan. Sovuq ta'sir qilishida mana tikanli bo'lib ketadi. Aytamiz, biz ko'p aytamiz bu gapni. Mana bu yerda ham esa 1 2 3 4 4 ta novda barisi ikkinchi kategoriya erkak. Buni nima qilamiz? Mana novda ostidan kiyib olamiz. Bizga bu kerak emas, musor. Bu yerda ham shunday, shu ahvol. Bu yerda esa bizga bitta ona novda chiqib qolgan. Ona novdan saqlamaymiz, kerak emas bizga. Yuqoriga ona novdan kerak emas. Bu yerda ikkinchi kategoriya erkak. Mana bu yerda esa so'zim isboti mana qiyishgan. Qiygandan keyin mana qurib qolgan, qurishda davom etyapti yilma-yil. Mana o'zi 3 sm qurishga yetib kelgan. Buni nima qilamiz? Barg ostidan vertikalni qirqamiz. Past qismiga o'tamiz. Past qismida ko'ryapmizki, havo olmayapti. Past qismini ochamiz. Mana bu yerda o'g'ri kaltak mana. O'g'ri kaltak qanaqa bo'ladi deganlaringiz uchun mana vertikalni tikkaga qarab o'sadi. Buni tagidan olib tashlashimiz kerak. Mana bu yerda bizda yetuk o'rta suv novda. Mana bu yerdan 20 sm, ya'ni 6 ta novda. 1 2 3 4 5 6. Mana 6-novdada gapni isboti mana o'zidan bo'g'ini ajratgan va mana bu yerdan biz qirqib tashlaymiz. Bu yerda esa o'zi erkak novda bo'lgan tagidan va yana erkak novdaga aylanib qo'ygan ikkinchi kategoriya. Buni tagidan qirqib tashlaymiz. Bu yerda esa o'zi ikkinchi kategoriya erkak bo'lgan, lekin bizga o'zidan ona novda bergan. Buni saqlaymiz. Chunki bizga ona novda kerak. Mana bu yerda qarasak, barisi ikkinchi kategoriya erkak. Lekin bu yerda o'zidan o'g'ri kaltak bergan. Shu sabab mana bu yerdan bu qismidan qirqib tashlaymiz vertikalni. Keyingi bu yerda esa 1 yillik ona novda faqatgina uchidan salgina kesib qo'yamiz. Va mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, o'g'ri kaltak turibdi. Olib tashlaymiz. Endi yuqori qismiga o'tamiz. Mana
aytganimdek, endi o'sha gapimning isboti уже 10 sm ga qurishni boshlagan. Mana joyidan qirqilgan. Bular bo'lmas. Buni esa tag qismidan batamon o't tashlaymiz. Chunki limon qurib ketmasligi kerak. Va mana bu yerda bizda ona novda bor, faqatgina uchini o't tashlaymiz. Mana bu yerda bizga aslida bu erkak bo'lgan, mana shu qismidan o'rta suvga aylangan va mana bu yerga kelib o'zidan bo'g'in ajratgan. Biz buni o'sha bo'g'in ajratgan qismidan to'xtatamiz. Sababi nima uchunligini ko'rsatib o'taman. Bu keyinchalik sovuq urib buni mana ikkinchi kategoriya erkakka aylangan. Bu bizga kerak emas. Va mana bu yerda bizda ikkinchi kategoriya erkak emas, birinchi kategoriya erkak. Buni salgina qisqartiramiz. Endi bu qismiga o'tamiz. Birinchi pastidan kelamiz. Pastida ko'ramiz. Mana bu yerda o'rta suv bor ekan. Bu boshlanishidan o'rta suv ekan, oxirigacha o'rta suv. Bunda 6 ta bargni hisoblaymiz. Ya'ni bir qarishda hisoblasa ham bo'ladi. 20 sm. Va shu yerdan qirqamiz. Mana bu yerda qarasangizlar, boshlanishidan erkak bo'lgan. Buni biz o'tgan yil tarbiyalaganmiz. Mana bu qismida o'rta suv paydo bo'lgan. Mana bu qismida erkak paydo bo'lgan. Mana erkak paydo bo'lgan. Erkakni tarbiya qilishga uringanmiz, lekin uddasidan chiqib olmay, o'zidan 3 ta ikkinchi kategoriya erkak bergan. Buni yana tarbiya qilib, mart qismidan qirqib tashlaymiz. Mana shunda 20 sm qoldiramiz. Bu yerda esa o'rta suv novda bo'lgan. Buni tarbiya qilamiz deb, tarbiya qila olmaganmiz, chunki sovuq ta'sir qilib qo'ygan. Bunda ham ikkinchi kategoriya erkak bergan. Buni ham mana shu qismidan boshlangan, mana bu qismidan qirqib tashlaymiz. Limonda qayta agressiya qilish limonni yaxshi hosil berishiga sabab bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. O'zidan erkak chiqargan. Buni shu yerdan qirqqanmiz, mana shu qismidan, novda tagidan qirqqanmiz. Lekin bizga hammasi ikkinchi kategoriya erkak bergan. Mana 2, 4, 6, 8 ta novda barisi ikkinchi kategoriya erkak. Buni nima qilamiz? Mana shu qismidan, ya'ni pastroqdan bu yerda 10 sm qoldiramiz. Sababi mana bu qismi uje sovuq urib tikanli bo'lib qolgan. Mana bu qismidan biz to'xtatib qo'yamiz. Mana to'xtatib qo'ydik. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizda qaroqchi novdani asl ko'rinishi. Mana vertikalni o'sgan. Buni bizga kerak emas. Tag qismidan to'xtatib qo'yamiz buni. Va mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. 3 ta novda uchalasi ham ikkinchi kategoriya erkak. Mana ko'rsatib o'taman. Mana tikanlari bilan. Tikanlari bilan turibdi. Bu musur hisoblanadi limondagi. Mana bu yerda esa aslida erkak bo'lgan, lekin ikkinchi kategoriyaga aylanib qolgan o'zi. Buni ham o'taramiz. Mana bu yerda mana o'g'ri kaltak olib tashlaymiz. Qaroqchi novda. Va mana bu yerda ikkinchi kategoriyali novda hisoblanadi. Mana bu yerda aslida bu o'rta suv bo'lgan, lekin buni sovuq urib qo'ygan. Mana shu qismidan to'xtatamiz. Mana bu yerda 1 yillik ona novdamiz bor. Mana bu yerda esa ikkita ikkinchi kategoriya erkagimiz bor. Olib tashladik. Mana bu yerda esa erkak bo'lgan aslida. Ikkinchi kategoriya erkakka aylanib qolgan. Mana bu yerda bo'g'in ajratgan. Buni adashtirib qo'yishimiz mumkin o'rta suv bilan, lekin bu o'rta suv emas. Buni mana shu qismdan to'xtatdik. Limonda e'tibor beramiz. 1.20 yoki 1 metrdan oshmasligi kerak limon. Chunki 3 yoshar limon bu. Mana bu yerda esa aslida bu erkak bo'lgan. Keyinchalik mana shu yerdan o'zi bo'g'in ajratgan. Bu o'rta suv hisoblanadi. Olib tashladik buni. Buni kalta qilganimizda asosiy sabab bizda o'rtada havo olishi kerak. Havo olish uchun ko'ryapsizlarki, o'rta yopilib ketgan. Buni ochib tashlaymiz birinchi o'rinda. Qanaqa novda bo'lsa ham olib tashlaymiz bu yerda. Xoh ona bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, qisqartiramiz qanaqa novda bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu qismida havo olishi kerak. Mana bu qismida mana o'zidan hosil bergan ona novda. Buni qisqartiramiz.
buni ham qisqartiramiz, o'zini qoldiramiz. Chunki sababi mevasi bu. Endi esa bu qismga o'tamiz. Mana bu yerda o'zi o'g'ri kaltak bo'lgan, lekin sog'ib natijasida ikkinchi kategoriya erkak aylangan. Mana ham ikkinchi kategoriya erkagimiz va o'g'ri kaltagimiz. Boshqalarga nisbatan bularga nisbatan yashnab turibdi va chiroyli. Erkak novda mana shunday qilib aldaydi. Ikkinchi kategoriya erkak va o'g'ri kaltagimiz ko'zingizga yaxshi ko'rinadi. Olib tashlay olmaysiz va limoningizni polni soki движениясini o'ziga oladi. Mana bu yerda ham mana o'g'ri kaltagimiz. Mana olib tashlaymiz. Mana bu qismda esa ko'p yillik ona novdamiz o'zidan gul ajratgan. Men buni issiqlik berib bilaman, buni saqlayman. Kimda kim issiqlik bera olmasa, buni olib tashlaydi. Kimga dovcha bo'lgan bo'lsa, dovcha shaklida bo'lgan bo'lsa, saqlasa bo'ladi. Chunki dovcha shaklida bo'lsa, dekabrni 25gacha limon uxlagancha kattalashtirishni uspet qilib oladi. Bu yerda barchasi ikkinchi kategoriya erkak. Bu qismini ochib tashlaymiz bo'lni. Shu o'rinda gap isboti bilan bo'ladi. Sovuq urgan limonni tagidan kesib tashlash kerak degan hamkasblarimiz bor. Ularning gaplari o'rinsiz. Mana sizga isbot. Sovuq urgan limonda mana ham gullab turibdi, ham mana bizda hosili ham bor. Mana ikkita bo'lsa ham. Sababi o'tgan sovuq urgani uchun unga ko'p hosil saqlamadim. Lekin shunga qaramasdan mana bu yerda mana o'zidan 8 ta gullab turibdi. Mana bu yerda esa 7 ta gullab turibdi. Demak, limonni sovuq urganda yana qaytib parvarish qilish kerak ekan. Cho'p tashlash kerak emas ekan. O'shanaqa obunachilar hamkasblar aytadigan bo'lsa, bilingki ular ko'chatchi. Sababi ko'chatini o'tkazish kerak ular. Bu yerda ko'ryapmiz, ona novdalar sog'is kelmayapti, hojirab turibdi. Buni to'xtatib qo'yamiz. Bizga kerak emas bu. Mana bu yerda o'rta suv ostidan gullagan, bizga mana shu yerdan kerak bo'ladi. Mana bu yerda esa erkak bo'lgan, lekin birorta ham bizga kerak novda bermagan. Shuning uchun qirqib tashlaymiz. Mana bu yerda ham o'zidan ona novda bergan. Buni qoldiramiz. Mana bu qismda esa birorta ham bizga kerakli novda yo'q. Ya'ni musur. Buni ham tak qismidan mana shu yerdan buni to'xtatamiz. Sababi bizga kerak emas bu. Mana bu yerda esa bizda ham o'rta suv, ham ona novda bo'lgan. Lekin bizga tikanli bo'lib qolgan bu. Shu qismidan to'xtatamiz. Mana bu yerda esa bizda ona novda o'zidan hosil berib, mana bu yerda ona novda. Buni qisqartirib qo'yamiz. Mana bu yerda esa o'g'ri kaltak. Xo'sh. Endi limonni girdidan bir aynalib ko'ramiz. Qayerda kamchiligi bor? Qayerda kamchiligi bor? Mana bu yerda o'zgina nima bor ekan? Bu yerda ham. Mana oldingi holatiga e'tibor berasizlar va obrizkadan keyin holatiga e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli holatda deb o'ylayman. E'tiborlar uchun rahmat. Novda turlari bilan yetarlicha tushuntirdim deb o'ylayman. Va mana bu qismida ham ko'rmagan ekanman. Mana gullab qo'ygan ekan. 5 dona. Hozir ko'rib qoldim. Va ana bu qismida ham mana gulli bor ekan. Demak, xulosa qilamizki, sovuq urgan limonni sovuq urdi deganda 8 gradus, 9 gradus urdi deganda deb tushunmaymiz. Ya'ni sovuq urish deganda 0 yoki -1 ni hisobga olamiz. Undan uzog'i limon quridi degani. -5, -3, -9, -11 bo'ladigan bo'lsa limonni kavlab tashlaymiz. Kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya bo'lamiz. Kanalimizni ko'proq obunachilar yig'amiz. E'tiborlar uchun rahmat. Biron fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada kutaman.
Salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Limonariya Citrus ommaviy kanali xizmatingizda.